Baraka to'kur, Tomini tunikada yop, tunikada. Va nima deyapsan? Ota-onamiz Chiprda yopgan-ku. To'xtala. Nima bo'lyapti o'zi? Mana odamga tunuka yaxshi desam, shipir yaxshi debdi. Buni javobini xalqimizdan so'raymiz. Kommentariyada javobini qoldirasizlar. Tekinga berib yuboramiz. Tekinga instrumentlar. Tekinga. Ana bo'lmasam. Talab ko'p bo'lgani uchun narxini oshirmadik aka. Aksincha yana tushirdi. Yana tushdi. Bu safar narxi yo'g'i narx 22.500 so'mdan qilib qo'ydik. Dastavkasi ham ichida. 1 metr. Dastavkasi ham ichida. 1 metr. Gap yo'q. Mokrigimiz 1 metri 33.000 so'm. 1 metr 33.000 so'mdan. Gap yo'q. Bu oldingi safar qancha edi narxi? Oldingi safar 38.000 qo'ydi. Ana, yana bunga ham 5.000 skidka qildingiz. Sizning obunachilaringizga dastavkasini aka ichida qilib beramiz. Dastavkalar ham tekin bu. Tekin aka. Tunikafon, reyka, dastavka, usta haqqi, даже samaringiz germetikasigacha aka ichida hammasi. Gap yo'q. Nech puldan bo'lyapti? Hali bo'lmagan, Kamoliddin aka. Gap yo'q. Nech puldan bo'lyapti? Assalomu alaykum. Kamoliddin uz kanalimni tozam kuzatib bor ekan aka va opa-singillar va qurilish qilaman. Tomni nimadan yopsam ekan, tunikafonni nimadan qilsam ekan degan yurtdoshlarimiz sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Har doimgidek Jizzax Osiyo bozoridagi mana metal tunika mahsulotlarini ko'rsatishga keldim. Bu yerga kelishda do'stlar, mana Jizzax Osiyo bozori glavniy darvoza, mana mashinalar kirib chiqadigan. Shunday kirib kelasiz, mana o'ng qo'lda adashmaysiz degan umiddamiz. O'zi birinchi qo'l mana shu yerda. Bizga har doimgidek Abdurahim boy usta akamiz sizlarga ma'lumot beradi. Qanday o'zi charchamayapsizmi? Ahmad aka, o'zingiz charchamayapsizmi? Xo'p, 2026-yil birinchi videomiz xudo xolasa, qani podpischilarga nima yangiliklar qildingiz? Xudo xolasa video davomida ko'rishadi, nima yangiliklar bo'lganini. Juda katta aksiyalar, juda katta chegirmalar qilganmiz. Narxlar oshib ketmadimi? Yo'q, nabarot aka, tushgan. Gap yo'q. Do'stlar, videoga boshidan layklar bosib qo'yaylik. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qani bo'lsam biz boshladik. Kamoliddin aka, bizda avvalambor juda katta assortimentda yuklarimiz bor. Har xil razmerda, har xil ranglarda bor. Biz aslovnoy zavodda o'zidan birinchi qo'l promoy olamiz. Zavoddan? Toshkentdan, Samarqanddan, Xitoydan ham promoy o'zimiz olib kelamiz. Juda katta assortimentda. Akalar, mana ko'rishimiz mumkin, tunikalarimiz omboriga keldik. Ya'ni bu yerda nimalar bor o'zi bu yerda? Bu yerda o'sha tunikani aksessuarlari, ya'ni latok, kanyok, pitli, shunga o'xshash mayda detallari bu yerda. Даже kleylargacha olib kelib qo'yasiz. Germetik deydimi nima? Germetika. Germetiklargacha olib kelib qo'yilgan. Xo'p, narxlar qanday bo'lyapti? Narxlar bular aslovnoy magazinchilar uchun dastavka qilib berardik bularni. Katta boyida rayonda tumandagi magazinchilarimiz uchun bizdan olib ketib sotishardi aqda. Optim narxda. Bizdan olib ketib sotishardi. Endi esa bu narsani xalqimiz uchun qilib qo'ydik. Gap yo'q. Ya'ni optim narxda xalqqa ham beramiz. Shunday. Ana bo'lmasam bu joyiga bitta like bosmasak bo'lmaydi. Kamoliddin uzdan har doimgidek mana shunday foydali ma'lumotlarni, foydali tovarlarni olib ketishimiz mumkin. Xo'p, eng arzoni qanchadan bo'lyapti? Eng arzoni mana magazinchilarimizga beramiz. 10.000 so'mdan. 10.000 so'mdan beramiz metrini. Xalqqa ham 10.000 dan ketdi. Xalqqa ham ketdi aka. Ana bo'lmasa. Ketdi. Bundan tashqari qalinroq razmerlarimiz bor. 3li, 4li, 3.5li, hamma razmerdan bor Kamoliddin aka. Tushunarli. Xullas, qanaqa razmer, qanaqa qalinlikda kerak bo'lsa, mana vitrina ham qilib qo'ygan har xil ranglardan pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsak, bu yog'i Abdurahim javob beradi. Xo'p, dastavkalar qanday bo'lyapti endi? Kamoliddin aka, sizning obunachilaringizga dastavkasini aka ichida qilib beramiz. Dastavkalar ham tekin bu. Tekin aka. Ana bo'lmasam, do'stlar, bosib o'radigan joyini ko'rsatyapman. Bu yerda undan tashqari mana mix deysizmi, samarrez deysizmi, xohlagan rangingizdan olib kelib qo'yishgan malla, yashil, mana bunaqa maloshniy. Xullas, hammasi bir joyda bo'lar ekan-da. Shunday. Kamoliddin aka, undan tashqari bizdan yuk olganlarga, xarid qilganlarga mana shunaqa germetika pistoletlarni ichida qilib beramiz. Bu ham tekinga bonus. Shunday akajon. Polni bonus bo'lib ketdi-ku, gap yo'q lekin do'stlar. Kamoliddin aka, mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda aksessuar, narigi tarafda patolog, tunikafon ishlab chiqarilyapti. Bularning hammasi Kamoliddin aka o'zimizda ishlab chiqariladi. Shuni sababida arzon. Shunga arzon qilib berasiz xalqqa. O'zimiz ishlab chiqamiz. Kamoliddin aka, usta akalarimizga ham sovg'alarimiz bor.
Aha. Unda berib yuborasizmi? Qanday Mana shu shartlari bor? ko'rib turgan instrumentlaringizni Aha. biz bilan doim ishlab keladigan ustalarimizga tekinga berib yuboramiz. Tekinga instrumentlar. Tekinga aka. Ana bo'lmasam. Kamoliddin aka bu xonamizda aslovnoy mana bunaqa turba, varonka, shu vodostok narsalar, varonkalari, turba, tirsaklari ishlab chiqadi. O'zimiz ishlab chiqamiz buni. Aha. Bu yerda Bitta mijozimizga tunkafon ishlarini qilib beryapmiz. shu yerda o'zi chiqadi, ha? Shunday. Gap yo'q. Do'stlar, xullas hamma sizga zakaz bergan, nima zakaz bersangiz mana shu yerda chiqadi. U yoqda mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda har xil konyok deydimi, nima bular? Bular varonka. Varonkalar bor ekan. Zapasi bilan sizlarga taxlayapti. Xo'p, do'stlar, bu yerda mana tunikafonlarni upakovka qilish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Sizga qirilib chizilmasdan akkuratniy olib borishadi. Narx-navolarga o'tsa qanday bo'lyapti u tunikalar narxlari? Kamoliddin aka, esingizda bo'lsa, narxi esingizda bo'lsa, o'tgan safar mana bu tunikamizga aksiya qiluvdik. 25 ming so'm qiluvdik. Bunga talab ko'p bo'lgani uchun narxini oshirmadik aka. Aksincha yana tushirdik. Yana tushdi. Yana tushdi. Bu safar narxi yo'q narx 22.500 so'mdan qilib qo'ydik. Dastavkasi ham ichida. 1 metri. Dastavkasi ham ichida. 1 metr. Gap yo'q. Do'stlar, bunaqa joyi bilmadim yana qayerda bor. Bemalol narx-navosini solishtirib ko'rib kelaveramiz. Kamoliddin aka, tashqari mana bundan tashqari, misol uchun bizda faqat arzoni shu emas, yana o'zi tunikalarimiz arzon. Mana mokriy bu, atsinkovka bu. Mana shu mokriyimiz ko'pchilik o'z trendda bo'lgan rang. Mana shu mokrigimiz 1 metri 33 ming so'm. 1 metri 33 ming so'mdan. Gap yo'q. Bu oldingi safar qancha edi narxi? Oldingi safar 38 ming qo'ydi. Ana, yana bunga ham 5 ming skidka qildingiz. Shunday, xalqimiz uchun aka. Gap yo'q. Do'stlar, xohlagan rangingizdan bor. Undan tashqari mana Undan tashqari Kamoliddin aka aslini ko'pchilik so'rayapti mendan. Hamma razmerdan bor. Aslovnoy mana bu 0 tur mokrigimiz bu yerda tomga ishlatishyapti. Buni narxini o'tgan safar 55 ming, 54 ming oxiri qilib beramiz dedik. Bu safar aka 51 ming so'm. Bo'lsa 51 mingdan bo'ldi. Ana do'stlar, borgan sari narxlar oshish o'rniga bizlar tushiramiz. Shunday. Albatta xalq uchun hammasi. Kamoliddin aka, undan tashqari ko'pchilik so'ragan qalin razmerlarimizdan ham bor. 5 lik, 4,5 lik hammasidan bor aka. Katta ob'yomda so'raganlar uchun bog'cha, maktab, firmalarga, undan tashqari dom qurilish, undan katta firmalarga aka hamma razmerlarimizdan bor. Bu yerda to'lov turi, naqd, перечисление hammasi bor aka bizda. Xullas, xohlagan to'lov turida to'lasa bo'ladi. Bor. Gap yo'q. Ko'pchilik fikr bildiryapti ekan, kommentariyada qo'ydi, noto'g'ri fikr bildirishyapti ekan. Bularni tunikalarini, profnastillarini narxi muncha arzon bo'lishi mumkin emas, yo sifati arzon deb o'ylashadigan bo'lsa, aka unaqa emas, kelishadi, ko'rishadi. Misol uchun, mana ichida pechatlari bilan bor hamma tunikamizni. Bu yerda Toshkent zavod, Samarqand zavod, Xitoy, Rossiya hammasi aka ko'rib, pechatlari bilan ko'rib olishadi. Endi odamlar shundayda bir narsani arzon qilib tashlasangiz ham negativ bo'ladi, qimmat qilsangiz ham negativ bo'ladi. Shuning uchun endi borini ko'rsatish kerak. Realni do'stlar bizni obunachilar uchun arzon qilib beryapti. Aloqaga chiqib bemalol bozorni solishtirib oxirida kelsangiz ham bo'ladi. Shunday. Xo'p, undan tashqari bu yerda mana tunikafonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Sizlarga showroom qilib qo'ygan. Bu prosta ko'rgazmaga, to'g'rimi? Bundan tashqari liboycha fasonlar chiqarib berasizlar. Farqi yo'q. Xo'p, qanday bo'ladi bu narx-navolari? Kamoliddin aka, mana ko'rib turishlaring mumkin. Tunikafonlarimiz hamma fasonda qilib beramiz. Bitta katta yangilik qilganmiz aka, hozir aytib o'taman. Bu yangiligimiz Kamoliddin aka, mana shu tunikafonda hamma narsasi, hamma xizmati aka ichida qilib qo'yganmiz. Ya'ni ustaga bor, bozorga bor demaydi. Hammasi bittada bitadi. Qarang aka. Tunikafon, reyka, dastavka, usta haqqi, даже samaringiz germetikasigacha aka ichida hammasi. Gap yo'q. Nech puldan bo'lyapti? Hali bo'lmagan Kamoliddin aka. Gap yo'q. Nech puldan bo'lyapti? Buni narxi bu aksiyamizda bo'lgan narx uchun 110 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Hammasi ichida aka. Kvadrati hammasi ichida. Faqat ustalarimizni yeb-ichari yotar joyini qilib bersa bo'ldi. Albatta, do'stlar, ustaga endi ozgina mehr beramiz. Kamoliddin aka, bizni ishimiz, tunikafon ishlarimiz, mana kompyuter texnologiya stanoklarimizda bo'ladi. Ishimizga Kamoliddin aka 100% garantiya beramiz. Kачествоli demoqchisiz. Shunday. Tushunarli do'stlar.
baribir sifatiga ham qaraydi. Hozirgi kunda raqobat ko'p. Bemalol solishtirib ham ko'rishimiz mumkin. Kamoliddin aka, bizdan xarid qilgan mijozlarimizga nima bo'lishidan qat'iy nazar, dastavkasini ichida qilib beramiz. Tekinga yetkazib beradi. Shunday aka. Gap yo'q. Like'larni bosib qo'yamiz do'stlar. Mana hammasi ichida. Menimcha bundan oshiq bilmadim. Yana qanaqangi sizga xizmat kerak. Hammasi ichida birinchi qo'l eng arzoni. Tavsiya beraman. Kelaveramiz aloqaga chiqib.